O, bugun yakshanba, bir haftada bir dam oladigan kunim. Bezovta qilsang, big'illataman. Ben menam bitdini, din dadam uxlayapti. Hoy, nima qilyapsanlar shovqin qilib o'ynab, a? Dadang bechora bir haftada bir marta yakshanba kuni dam oladi. Voy, shu inson ham dam olsin. Ayasi faqat sen baqir-chaqir qilyapsan. Bolalar bir chiroyli o'ynab o'tiribdi. Odamga o'xshab bir kun dam olay. Dadasi bitta shu gilamni yuvishga yordam berib yuborasiz. Hech kim bezovta qilmaydi, dadasi. Hamma ishlaringni men kelishimga tayyorlab turasan, ayasi. Ish qiling. Ish qilagani dam oldim. Ish qilaveraman o'zidan o'zi mana. Qo'shni. Ha, qo'shni keling. Qo'shni mebelni sug'ishga yordam berib yuboring, uyda uborka bo'layotdi-da. Sizlarda ham yakshanbami? Voy, dam olish rosa zo'r o'tyapti, onasini hamsin. Ketdik, itda ishlaymiz, qo'shni yuring. Dada, siz nima qilyapsiz? Asabni buzib endi, ha? Ko'chada kelyapman. Yakshanba kuni molda uxlaysan, dushanba kuni molda ishga ketasan. Ha, dadangga yordam berayam demaysan, ha? Bering, o'zim qilaman. Ma, tez qil. Yaxshi ham mana raya suvlari bor, yozgi kunlarda zo'r ketadi, anjanda ishlab chiqariladi. Zamzam suvlari qo'shilgan. Nice. Nuriddinov, kecha yakshanbada uyingizda dam olib kelmadingizmi? Boshliq, sizdan bitta iltimosim bor. O'sha yakshanbaga menga ish qilib bering. Uyda tekinga itda ishlaganimdan ishxonada pulga ishlaganim yo'q ekan.